Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hadis muboraklarida shunday marhamat qiladilarki, al-kazzabu la ummati, ya'ni yolg'onchi meni ummatimdan emas. Inson o'z hayoti davomida qilinadigan barcha yomonliklari avvalo uni yolg'on gapirishdan boshlanadi. Muhtaram ota-onalar, unutmang, bola yolg'on gapirishni avvalo oilada o'rganadi. Shuning uchun bolangizga aslo yolg'on gapirmang. Farzandingizni bolalik chog'ida ilm olish, turli mashg'ulotlarga o'rgatish, kitob mutolaa qilish kabi fazilatli ishlarga o'rgating. Chunki ilmli, odobli, kitobxon bola hech qachon noto'g'ri yo'lga kirmaydi. Farzandingizni har kuni qilayotgan ishlariga, ko'rayotgan, tinglayotgan axborot va dasturlariga aslo bee'tibor bo'lmang. Albatta, suhbatdosh do'stlaringizga ham e'tibor bering. Yon atrofda bo'layotgan hodisalarni tahlil qilib, farzandingizni turli g'oyaviy tahdidlarga nisbatan ogoh bo'lishini ta'kidlang. Farzandingizni mustaqil fikrlashi va harakat qilish imkoniyatini cheklab qo'ymang. Uni xatti harakatini kuzatib, to'g'ri yo'lga solib qo'ying. Oilada tinchlik, osoyishtalikni saqlang. Agar ota-ona o'rtasida mehr va muhabbat, samimiylik bo'lmasa, albatta farzandlar noqobil bo'lib uyg'onishiga hech shakk shubha yo'qdir. Bolangizni turli diniy mutaassiblik oqimlar ta'siridan himoya qiling. Buzg'unchi g'oyalar ofatining mohiyati va zararli oqibatlarini keng tushuntiring bolangizga. Bekorchidan xudo bezor dedi dono xalqimiz. Shu nuqtai nazardan qaraganda yoshlarimiz turli mutaassiblik guruhlar ta'siriga tushib qolmasligi uchun ularning bo'sh vaqtini unumli o'tkazish maqsadida kasb, hunar hamda foydali mehnatga o'rgating. Turli to'garaklarga, sport klublariga borishi uchun imkoniyat yaratib bering. Agar har bir ota-ona farzandini, ongini zaharli mafkuralardan himoya qilsa, har qanday g'arazgo'y kuchlar vatanimizga va uning porloq kelajagiga rahna sola olmaydi. Shu yurtimizni, muqaddas vatanimizni muqaddas deb bilgan har bir ota-onaning oiladagi asosiy vazifasi mana shulardan iborat deb bilaman. Allohu a'lam.